Biznes, tibbiyot va ilm-fanda sun'iy intellektning ishlatilishi haqida gaplashamiz. 10 yil avval biz sun'iy intellekt haqida ilmiy fantastik filmlardagina ko'radigan xayoliy tushuncha sifatida qarardik. Bugungi kunda esa sun'iy intellekt bu biznes, ilm-fan va tibbiy xizmat ko'rsatish manzarasini tubdan o'zgartirayotgan vosita. Keling, sun'iy intellekt tibbiyot va iqtisodiyotda qanday qo'llanilayotganini, biznesda qanday ishlatilishini, undan foydalanishning afzalliklari va uni joriy etishdagi muammolarni muhokama qilamiz, hamda biznesda qo'llanilish misollarini ko'rib chiqamiz. Sun'iy intellekt tibbiyotda qanday qo'llaniladi? Tibbiyot tub o'zgarishlar arafasida turibdi. Aqlli tizimlar diagnostika va davolashni takomillashtirishdan tortib, dori vositalarini yaratish hamda individual davolash rejalarini ishlab chiqishgacha bo'lgan sog'liqni saqlashning barcha yo'nalishlariga kirib boryapti. Sun'iy intellekt diagnostika jarayonlarining aniqligi va tezkorligini oshirishda yaxshi natijalar ko'rsatmoqda. Minglab tibbiy tasvirlarda, xususan rentgen, tomografiya, MRT suratlarida sinovdan o'tkazilgan chuqur o'rganish algoritmlari, saraton, yurak-qon tomir kasalliklari va boshqa xastaliklarning dastlabki belgilarini aniqlash qobiliyatiga ega. Sun'iy intellekt yordamida innovatsion dori vositalarini yaratish tezroq va iqtisodiy jihatdan samaraliroq bo'lmoqda. Yangi molekulalarni kashf etish va klinik sinovlardan o'tkazish bilan bog'liq an'anaviy usullar uzoq yillarni talab qilgan va ularga juda katta mablag' sarflangan. Endilikda sun'iy intellekt istiqbolli molekulalarni tezda aniqlash, ularning samaradorligi va xavfsizligini modellashtirish, tarkibini takomillashtirish va klinik sinov protokollarini optimallashtirishga yordam bermoqda. Shifokorlar nazorati ostida ishlaydigan jarrohlik robotlari operatsiyalarni yuqori aniqlik va minimal invazivlik bilan bajarish uchun sun'iy intellektdan foydalaniladi. Bunday tizimlar mikroskopik kesmalar orqali murakkab muolajalarni amalga oshirish, qon yo'qotishlarini kamaytirish, asoratlar xavfini pasaytirish va bemorning tezroq tiklanishini ta'minlaydi. Shuningdek, sun'iy intellekt shifoxona va klinikalar faoliyatini optimallashtirish, resurslarni samarali taqsimlash hamda ma'muriy xarajatlarni kamaytirishda keng qo'llanmoqda. Sun'iy intellektning iqtisodiyotdagi roli. Sun'iy intellekt butun bir sohalarni qayta shakllantirmoqda. O'sish va unumdorlikni oshirish uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Biroq u bandlik va boyliklarni qayta taqsimlash borasida jiddiy savollarni ham tug'diryapti. Kompaniyalar sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanib, oddiy va takrorlanuvchi vazifalarni avtomatlashtirish orqali ishlab chiqarish samaradorligini sezilarli darajada oshirmoqda. Sanoatda sun'iy intellekt bilan jihozlangan robotlar murakkab ishlab chiqarish amaliyotlarini yuqori aniqlik va tezlikda bajara oladi. Xizmat ko'rsatish sohasida esa chatbotlar va virtual yordamchilar mijozlarga xizmat ko'rsatishni avtomatlashtirib, operatorlarni murakkab vazifalarni hal qilish uchun bo'shatyapti. Sun'iy intellekt yaqindagina biz tasavvur qila olmagan yangi sohalar va bozorlarni yaratmoqda. Avtonom transport vositalari, aqlli energiya ta'minoti tizimlari, shaxsiylashtirilgan tibbiyot va boshqa innovatsion texnologiyalar rivojlanishi yangi kompaniyalar, ish o'rinlari va investitsiya imkoniyatlarini yuzaga keltirmoqda. Tadqiqotlar sun'iy intellekt iqtisodiy o'sishga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatayotganini ko'rsatmoqda. Samaradorlikning oshishi, yangi soha va bozorlarning paydo bo'lishi, shuningdek xarajatlarning kamayishi yalpi ichki mahsulotning o'sishiga va hayot darajasining yaxshilanishiga olib keladi. Sun'iy intellekt biznesda. Biznes muhitida sun'iy intellekt endi qisqa muddatli trend emas, balki kompaniyalarga raqobat ustunligini qo'lga kiritish, operatsion faoliyatni optimallashtirish va foydani oshirishga imkon beruvchi strategik aktivga aylanadi. Sun'iy intellekt marketing kompaniyalari va savdolardan tortib, kadrlar boshqaruvi va logistika zanjirlarigacha bo'lgan barcha biznes sohalariga kirib bormoqda. Sun'iy intellekt oddiy ma'muriy ishlardan tortib, murakkab analitik jarayonlargacha bo'lgan keng ko'lamli vazifalarni avtomatlashtirishga qodir. Mijoz ehtiyojlarini chuqurroq tushunish ham sun'iy intellektning afzalliklaridan biri hisoblanadi. Tabiiy tilni qayta ishlash imkoniyatlariga ega chatbotlar va virtual yordamchilar 24/7 rejimda savollarga javob beradi, muammolarni hal qiladi va zarur ma'lumotlarni taqdim etadi. Sun'iy intellekt mijozlar haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilib,
Ularning yashirin ehtiyojlari, afzalliklari, xatti-harakatlari modelini aniqlaydi. Va bu bilan kompaniyalarga aniq yo'naltirilgan marketing materiallarini yaratish va eng dolzarb mahsulotlar va xizmatlarni taklif qilish imkoniyatini beradi. Logistika zanjirlarini optimallashtirish ham sun'iy intellektning kuchli tomonlaridan biridir. Mashinaviy o'rganish algoritmlari savdo ma'lumotlari, ob-havo sharoitlari, iqtisodiy ko'rsatkichlar va boshqa ma'lumotlarni tahlil qilib, mahsulotga bo'lgan talabga aniq prognoz beradi. Bu kompaniyalarga zaxiralarni to'g'ri boshqarish, mahsulot yetishmovchiligi yoki ortiqchaligini oldini olish, saqlash hamda tashish xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi. Mashinaviy o'rganish algoritmlari mijozlar haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilib, eng istiqbolliliklarni aniqlaydi va ularga mahsulot va xizmatni taklif qiladi. Sun'iy intellekt, shuningdek, marketing kampaniyalarini avtomatlashtirish, narx belgilashni optimallashtirish va mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilashda yordam beradi. Bundan tashqari, mashinaviy o'rganish algoritmlari rezyumelar va nomzodlarning profillarini tahlil qilib, ma'lum lavozimlar uchun eng mos mutaxassislarni aniqlashi mumkin. Nima uchun sun'iy intellekt texnologiyalari biznesda ommaviy joriy etilmoqda? Sun'iy intellektning keng qo'llanishiga sabab bo'layotgan asosiy omillardan biri hisoblash quvvatlari va ma'lumotlarni saqlash xarajatlarining arzonlashuvidir. Bulutli platformalar kompaniyalarga kuchli hisoblash resurslari va ulkan ma'lumotlar omboridan past narxda foydalanish imkonini bermoqda. Bu esa kichik bizneslarga ham murakkab mashinaviy o'rganish algoritmlaridan foydalanib, katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishga imkon yaratyapti. Qimmat uskunalar va infratuzilmaga katta mablag' sarflashga hojat qoldirmaydi. Sun'iy intellekt algoritmlari samarali ishlash va o'rganish uchun katta hajmdagi ma'lumotlarga muhtoj. Internet va ijtimoiy tarmoqlar rivoji kompaniyalarga mijozlar, bozorlar va operatsiyalar haqidagi ulkan ma'lumotlarga kirish imkonini beradi. Ushbu ma'lumotlar sun'iy intellekt algoritmlariga qonuniyatlarni aniqlash, prognozlar qilish va biznes ko'rsatkichlarini yaxshilovchi qarorlar qabul qilish imkonini beradi. So'nggi yillarda sun'iy intellekt vositalari va platformalarining rivojlanishi va ulardan foydalanish imkoniyatlari jadal o'sdi. Ko'plab kompaniyalar tayyor sun'iy intellekt xizmatlari va platformalarini taklif qilib, korxonalarga sun'iy intellekt texnologiyalarini noldan ishlab chiqishga hojat qoldirmasdan, tez va oson joriy etish imkonini bermoqda. Kuchli raqobat sharoitida kompaniyalar har qanday ustunlikka intilmoqda. Sun'iy intellekt esa operatsion samaradorlikni oshirish, mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash, marketing kampaniyalarini optimallashtirish va yanada asosli qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Sun'iy intellektni joriy etmagan kompaniyalar esa raqobatchilardan ortda qolib, bozor ulushini yo'qotish xavfiga duch keladi. Bugun korxonalar sun'iy intellekt shunchaki texnologiya emas, balki ularni yangi cho'qqiga olib chiqishi mumkin bo'lgan qudratli vosita ekanligini tushunib yetmoqda. Kompaniyalar sun'iy intellektdan foydalanganda qanday afzalliklarga ega bo'lishadi? Sun'iy intellektni joriy etish bu oddiy texnik yangilanish emas, balki samaradorlik va daromadlilik sari strategik sakrashdir. Sun'iy intellekt muntazam va bir xil vazifalarni optimallashtirib, xodimlarning salohiyatini ochib beradi. Natijada unumdorlik oshadi, xodimlar esa ijodkorlik va strategik fikrlashni talab qiladigan vazifalarga ko'proq e'tibor qaratish imkoniyatiga ega bo'ladi. Xatoliklar ehtimoli kamayadi, mahsulotlar va xizmatlar sifati oshadi. Sun'iy intellekt katta hajmdagi ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish va qarorlarni qabul qilish imkonini beradi. O'zi o'rganadigan tizimlar yashirin qonuniyatlarni, tendensiyalar va o'zaro bog'liqliklarni ochib beradi. Bu esa kompaniyalarga bozorni, mijozlarni va raqobatchilarni yaxshiroq tushunish, foydani oshiradigan va xavflarni kamaytiradigan asosli qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Sun'iy intellekt joriy etilishi optimallashtirilgan marketing kompaniyalari mijozlarga yuqori sifatli xizmat ko'rsatish va innovatsion mahsulot hamda xizmatlarni yaratish orqali savdo va daromad o'sishiga turtki bo'lmoqda. Mashinaviy o'rganish algoritmlari eng istiqbolli kontaktlarni topadi, shaxsiylashtirilgan taklifni yaratadi va talabni aniqlik bilan prognoz qiladi. Mashinaviy o'rganish algoritmlari olimlar va muhandislar uchun ham ajralmas yordamchiga aylanib, ularga yashirin qonuniyatlarni topish va inqilobiy g'oyalarni yaratishga yordam beradi.
Bundan tashqari, sun'iy intellekt biznes xavfsizligini mustahkamlaydi, firibgarlik harakatining oldini oladi va kiber xavflarni bartaraf etadi va boshqa ko'plab xavflarni minimallashtiradi. Biznes sun'iy intellektni joriy etishda qanday muammolarga duch kelishi mumkin? Birinchisi, qimmatga tushadi. Sun'iy intellektni joriy qilish katta miqdordagi investitsiyalarni talab qiladi. Infratuzilmani rivojlantirish, maxsus algoritmlarni ishlab chiqish, xodimlarni o'qitish va qimmat dasturiy ta'minotni xarid qilish shular jumlasidandir. Ayniqsa kichik va o'rta biznes uchun moliyaviy masalalar to'siqqa aylanishi mumkin. Ikkinchisi, mutaxassislar tanqisligi. Mehnat bozorida sun'iy intellekt sohasida yuqori malakali mutaxassislar, mashinaviy o'rganish muhandislari, ma'lumot tahlilchilari va tadqiqotchilar yetishmaydi. Ularni jalb qilish va ushlab qolish esa murakkab va qimmat jarayondir. Uchinchisi, sifatli ma'lumotlar muammosi. Sun'iy intellekt algoritmlari samarali o'rganish va barqaror ishlashi uchun ulkan hajmdagi ma'lumotlarga muhtoj. Ko'plab kompaniyalar ma'lumotlarning sifati bilan bog'liq muammolarga duch keladi. Ularning to'liq emasligi, aniqlikdagi kamchiliklari va mos kelmasligi jiddiy muammo tug'diradi. To'rtinchisi, integratsiya qiyinchiliklari. Mavjud biznes platformalariga sun'iy intellekt tizimlarini qo'shish qiyin va qimmat jarayon. Eskirgan va sun'iy intellekt texnologiyalariga mos kelmaydigan tizimlar raqamli transformatsiya yo'lida jiddiy to'siq bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, ushbu muammolarga tayyor bo'lgan kompaniyalar sun'iy intellektni muvaffaqiyatli joriy qilib, investitsiyalardan foyda olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Biznesda sun'iy intellektdan foydalanish uchun misollar. Birinchisi, mijozlarni qo'llab-quvvatlash uchun chatbotlar. Ko'plab kompaniyalar mijozlarning savollariga avtomat javob berish va ularning muammolarini hal qilish uchun sun'iy intellekt asosidagi chatbotlardan foydalanmoqda. Ikkinchisi, targetlangan reklama. Ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilar haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilib, ularga mos reklamalarni ko'rsatishda sun'iy intellektdan foydalanadi. Uchinchisi, savdolarni prognoz qilish. Aksariyat marketplacelar savdolarni prognoz qilish va eng istiqbolli lidlarni aniqlash uchun sun'iy intellektdan foydalanadi. To'rtinchisi, mijoz kayfiyatini tahlil qilish. Kompaniyalar matn va ovozli ma'lumotlarni tahlil qilib, mijozlarning kayfiyatini aniqlash va sotuv usullarini moslashtirish uchun sun'iy intellektdan foydalanadi. Beshinchisi, jihozlar nosozligini prognozlash. Masalan, elektr stansiyalaridagi sensorlardan olingan ma'lumotlarni tahlil qilish orqali jihozlarning nosozligini aniqlash va bartaraf etishda sun'iy intellektdan foydalanadi. Oltinchisi, sifat nazorati. Ishlab chiqarish liniyalarida sun'iy intellekt mahsulot sifatini avtomat nazorat qilish, nuqsonlarni aniqlash va yaroqsiz mahsulotlarni ajratib olish imkonini beradi. Yettinchisi, firibgarlik operatsiyalarini aniqlash. Banklar tranzaksiyalarini tahlil qilish orqali shubhali harakatlarni aniqlash va firibgarlikning oldini olish uchun sun'iy intellektdan foydalanadi. Sakkizinchisi, buxgalteriya hisobini avtomatlashtirish. Hisob fakturalarini qayta ishlash, bank ko'chirmalarini solishtirish kabi muntazam vazifalarni sun'iy intellekt avtomatlashtirishi mumkin. Sizning biznesingizni internetda kutib qolamiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha.